muomala va ta'sirchanlik. Ikkinchi qismda shu haqida gaplashamiz. Xo'p, har qanday odam bilan gaplasha olish siri nimada? Ya'ni ko'pchilik odamlar bilan gaplashganda, kommunikatsiya qilganda qiynaladi. Uni qaysidir ma'noda muomalasiga tushishga, u bilan muomala qilib chiqishib ketishga qiynaladi. Kuni biznes dialog degan loyiha bor. Mirshod aka Shakirov bilan kelishdi, ishtirok etganlar bo'ldimi? Siz bordingizmi aka? O'sha yerda ham aytishdi, Saidmurod Davlatov hozirgi kunda eng muhim ko'nikma bu 4 ta bo'lsa, o'shaning bittasi kommunikatsiya qila olish. Odamlar bilan chiqisha olish, gaplasha olish. Yolg'iz bo'rilar o'limga hukm qilinadi deyilindi. Endi bizga sheriklar kerak, partnyorlar kerak. Komandani kattalashtirishimiz kerak. Ko'pchilikni boshqarishni, ko'pchilik bilan ishlashni bilishimiz kerak degan masala qo'yilindi. Aynan shu har qanaqa odam bilan gaplashib, u bilan kommunikatsiya qura olish qobiliyati. Bu hammamizga kerak bo'ladi. Odamlar bilan chiqish, mijoz bilan ham gaplashganda, partnyor bilan gaplashganda ham xuddi shu narsa.